Onangizga qaytib aslo baqirmasligingiz mumkin, agar bu videoni oxirigacha ko'rsangiz. Dada bolaga baqirganida bu ona baqirganidan ham og'irroq botadi. Agar ona baqirsa, bola bilan munosabat odatda tez tiklanadi. Ammo otalar baqirganda bu butun umrga iz qoldiradi. Chunki bola uchun ota kuch va himoya ramzi va shu kuch baqira boshlaganida bola o'zini xavfsiz emas, balki yolg'iz his qiladi. Bola nafaqat xafa bo'ladi, balki ovozi baland odamlardan qo'rqishni o'rganadi. Ota esa bolaga his-tuyg'ularni qanday boshqarishni o'rgatadi. Agar otaning javobi baqirish bo'lsa, bola buni normal holat deb qabul qiladi. Avvaliga bu bilinmaydi, lekin o'smirlikda bu isyonga yoki haddan ortiq itoatkorlikka aylanadi va bu odatda katta yoshgacha davom etishi mumkin. Shuning uchun, hurmatli otalar, farzandingizni chin dildan himoya qilmoqchi bo'lsangiz, xotirjam bo'ling. Ovoz bilan emas, amallaringiz bilan o'rnak bo'ling. Haqiqiy otalik bu hukmronlik yoki qo'rquv emas, balki bolani his-tuyg'ular va amallaringiz bilan o'z namunangiz bilan yo'naltirish. Video foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'ling va bu